Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun Sergeli tumani Xonobod mahalla kelganmiz. Ko'ryapsizlar, 4 ta katesh qurilgan ekan. Tarsovoy bilan birinchisi qolgan, o'rtada ikkitasi sotilibdi. Chunki narxi zo'r bo'lgani uchun o'sha sotilib ketgan. Bu tarsovoyimizning narxi sal qimmatroq chiqadi. Chunki tarsovoyga talab yaxshiligi uchun. Qaranglar, 1,5 sotuvga tushgan. Juda ham chiroyli, mana sifatli darvozalar qilingan, fasadlari bitirilgan ekan. Uyimizning hozir hovliga kiramiz. Bismillah. Hovliga kirishimiz bilan bunaqa chiroyli uy sizlarni kutib oladi. Ko'rinishi juda ham chiroyli, hamma orzu qilgandek. Hovlimizni ko'rinishini ko'rsanglar bo'ladi. Umumiy bitta baho berib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qaranglar, bitta mashina bemalol sig'adi bu yerga, ziloniy zonalari bor. Bu yoqqa bo'lsa bitta tapchani sig'dirib olsanglar bo'ladi. Kommunikatsiyadan umuman muammolar yo'q, gaz, svet, suv hammasi bor. Endi uy ichini ko'ramiz. Eng qizig'i bu yerda menga yoqqani narxida bo'ldi. Narxini oxirida aytaman. Koridordan kirishimizda, koridordan kiriladi. Uyimizda remontlari hammasi 100% bitgan, sifatli mahsulotlar foydalanganini aytayotdilar akam. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda oshxona joylashgan. Oshxonani ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli. Mebelni olib kelasizlar, o'zingizlarning jiddiyligiga mos mebel texnikani olib kelib joylashtirsanglar bo'ldi. Qolgan hammasi chiroyli qilib remont qilib qo'yilgan. Oshxonaning to'g'risida bo'lsa, choy ichadigan xona yoki bitta detskiy xona qilib olsanglar bo'ladi. Bu yerda ham ko'ryapsizlar, hamma narsasi tayyor holatda. To'g'rida bo'lsa, zal va spalni joylashgan ekan. Spalnidan boshlaymiz. Родительский spalni yetarlicha katta. Bu eshik havo aylanishi uchun hovliga chiqadigan eshik. Родительский spalni o'zini dushovoy varianti bilan ko'rsanglar bo'ladi. Dushovoy qilingan, hammasi chiroyli rangda tanlangan ekan. Shaxsan o'zimga juda ham yoqdi. Endi bo'lsa, orqa hovlini bitta ko'rsatib o'taman. Havo aylanish sistemasi qoldirilgan. Mana ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. Xo'sh, bu yerda umumiy sanuzillarning soni 2 ta ekan, xonalarning soni 3 ta. Narxi bomba narxda. Hozir narxini aytaman. 3-xonani ko'ryapsizlar. Zal sifatida bemalol foydalansanglar bo'ladi. Azli narxiga keladigan bo'lsak, bu uyimizning narxi Sergeli Xonobodda joylashgan ushbu 4 ta kottejimizdan ikkitasi sotilib bo'libdi, 2 ta donasi qolibdi. Narxiga keladigan bo'lsa, $77,000 kelishadigan joyi bor. Kelinglar, baraka qilamiz. Keyingi videolar bundan ham qiziq bo'ladi.